Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bizani klipimizni Ali Lambo degan nomlangan videomizga bugun premyeramiz xudo xolasa. Bizning rejissyorimiz nimadir Loren. Nima haqida gapirishimiz? Sujet haqida gapirishimiz. Klip haqida gapirdi. Xullas, klipimizni umuman O'zbekiston ko'pchilik shu kommentariyalarda sizlar chiqqanidan keyin har xil shu mulohazalarga tutilgan klip bo'ldi, lekin syujet unaqa nima deydi, o'tkir syujetli yoki yetishayotgandagi qanaqadir sahnalarga ega emas. Klipimiz Istanbulda tasvirga olingan. Klipda juda ham shu texnik jihozlarning hammasi Istanbuldan olingan, professionallardan foydalanilgan. Bugun mana hozirgi premyeramizda batafsil hamma narsa haqida gapirib beramiz, lekin shu biz uchun maxsus yana bitta narsa aytishimiz kerak. Qo'shiq rus tilida. Bu Muhammadalini birinchi rus tilida kuylagan qo'shig'i adashmasam. Keyin bu menimcha O'zbekistondagi eng qimmat oxirgi 3-4 yilda olingan eng qimmat video klip bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Va klipda 15 ta aktyor, professional aktyorlardan 5 ta qatnashgan. Bu Turkiyadan M-Models degan nimasi firmasi bizga taqdim qilishdi. Bundan tashqari yana juda ham katta texnikalar ishlatilgan. Buni mana shu premyeramizda hammasini ko'rishingiz mumkin. Backstage'lari bor. Endi shu saytida xudo xolasa klipimizni ko'ring. Yo'q, lekin men xohlasangiz aytib beraman yana. Ana bilaman. Nima? Yo'q, sen yo'q chekmoqchi eding-da, cho'tamiz. Mana biz bugun Muhammad Alining yangi qo'shig'i premyerasini tashkil etdik. Rejissyor Habib juda ham noodatiy tarzda o'tkazilayotgan premyera. Omad tilayman. Turimiz hozir qo'shiqni premyerasi. Gapirib ketiring, montaj bilan ketadi to'g'ridan. Kutib turibmiz hozir mana qo'shiqni, klipini ko'rishni. Omad tilaymiz, bunaqasi hali bo'lmagan, birinchi marta ko'ramiz, kutamiz. Montaj qiling. Doğrusunu aytaman, men bu klipni umr chunki bu klipni men bilan ishlagan komandamiz bilan Habib Sarvar Sobirov, mani ham klipimni boshqarishgan, shuning uchun montaj jarayonida, ovoz yozishda hamma jarayonda biz birga bo'ldik. Shuning uchun ko'rdim, Muhammad Ali judayam judayam bu ishga e'tibor bilan qaradi. Shu manki ortiga chiqib
Ну все, это самое главное. Давай. Идем. Yeah, sure. Давай, после. Брат, после. Салам алейкум. Assalomu alaykum. Чисто qarg'avor arda. Да, aka o'sha qotib qolganmiz. Добрый вечер. Drop your glasses, shake
o'z olgan so'rim. Endi buni hozir ochishim bo'lmasa ochmay turaylik. Buni klipni men olmaganmanmi, undan oldin bitta narsada men boshlovchi emasman o'zi. Tegi. Siz mana premyera loyihasini oldin olib borgansiz. Muhammad Alini yaxshi taniysiz. Menimcha sizga shu so'z boshini bersa yaxshi bo'ladi. Xayrli oqshom, hurmatli show biznes ahli. Bitta chiroyli guldiroz qarsagimizni Muhammad Ali janoblariga chalib qo'yamiz. Ey yashang. Xo'p. Barcha-barchali Ali Lambo, to'g'rimi? To'g'ri aytdimmi? Qo'shig'iga olingan video klipi premyerasiga xush kelibsiz deb qolamiz aynan mana shu hollarda. Albatta a'lo kayfiyat ila yana bir bora davomiy guldiroz qarsaklar sadosi ostida Muhammad Ali janoblarni davramizga taklif etib qolamiz. Qarsaklar. Cho'ti qarsaklar kam bo'ldi, Ali. Guldiroz qarsaklar aziz do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Biz sizga tashakkurimizni izhor etamiz. Mana shunday poytaxtimizda ko'rkam, muhtasham koshonalarda Ali Lambo deb nomlangan qo'shig'ingizni video klipini premyerasiga taklif etganingiz uchun albatta shu biznes ahlini, maftukor, go'zal latofatli xonandalari, aktrisalari va albatta ko'plab aziz do'stlarimizni guvohi bo'lmoqdamiz. Hali bugun eng yaqin insonlar jam bo'lgan, to'g'rimi? Keling, albatta ma'lumot egasi sifatida hammaga hozir qiziq eshitib o'tirsak, nimaga yig'ildik? Klip qayerda suratga olingan, klip rejissyori kim, klipdagi aktrisa haqida bir necha ma'lumotlar berib o'tasiz degan umidamiz. Klip qaysi davlatda, qaysi shaharda olingan, qachon? O'zi bitta birinchi savol, o'zimning savolim, nechun qo'shiq aytishga da'vogarlik qilib qoldingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi bo'lib shu yerda men bilan turgan, men bilan ishlagan odamlarni chaqirmoqchiman shu yerda. Bu Sarvar Sobirov, Zana operator. Bular Bahodir Qosimov, Zana montajyor, shu klip ustida ishlagan odam, menga yordam bergan odam. Bizga eng katta yordam bergan odam bu Irfon abi. Irfon abi. Shu odamsiz juda ko'p ishlarim o'tmasdi, to'g'risi. Bizga ko'p yordam bergan Shuhrat, yo'mas. Mana bu faqat oz kamchiligimiz, ko'pchilikga rag'bati. Menga eng katta yordam bergan meni yaqin do'stim, meni yaqinim bu Dilmurod Fayzullayev. Menga eng katta yordam bergan shu odam. Eng katta rahmat aytadigan bu meni onam bo'ladi. Hamma narsaga yordam bergan. Hozir endi so'z shu ishlagan odamlarga beraman. Sizda savol bor. Bitta chiroyli guldiroz qarsaklar ijodiy jamoaga aziz do'stlar, bu qo'shiqni video klipiga suratga olishda eng yaqin insonlar, bo'lsa rejissyor, operator va albatta assalomu alaykum. Montaj ustasi guldiroz qarsaklar mana shu insonga aziz do'stlar. Xo'p, aynan mana shu onlarda bir necha savollar tug'iladi va albatta premyera loyihasidan oldin sizlarga ushbu qo'shiqqa olingan video klipni taqdim etishdan oldin albatta biz birinchilar navbatda hurmatli rejissyorimiz hurmatli rejissyorimizga so'z navbatdan bersangiz, ular bir ozgina bo'lsa ham ma'lumotni aziz muxlislarimizga taqdim etsa marhamat. Rahmat. Muhammad Alini agar sezgan bo'lsanglar, hozir Ali Lambo degan logotip chiqib turibdi televizorlarda. Hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak. Juda ko'p savollar bo'lishi mumkin. Nimaga Muhammad Ali taxallusi bilan chiqyapti degan. Agar baribir bu narsa bo'lishi mumkin bo'lishi uchun Muhammad so'zi hammamiz bilamiz juda ham ulug' nom, ulug' ism. Shu tufayli biza Ali taxallusini olib, keyinchalik ham ijodni mana Muhammad aka hozir Muhammad Ali shu taxallusni olib, endilikda keyinchalik shunaqa ijod qilish mumkin va qilamiz degan maqsadda shu taxallus olindi. Klipga to'xtalsak,
klip Istanbulda tasvirga olindi. Mana Irfan abi maxsus tashrif buyurdilar. Bu insonni shou biznes olamidagi juda ham ko'p yulduzlarimiz yaxshi taniydi. Irfan abi turk, asli turk bo'lib, o'zbek tilida tez kunda Amir Temur nomiga bag'ishlangan kitobga yaqinda chop qilish uchun O'zbekistonga tashrif buyurdilar. Menimcha bu guldiroz qarsalar turk tilida so'zlaydigan odam o'zbek inson haqida kitob yozishi bu menimcha juda ham katta ish, mehnat va shuning uchun mana endi jamoa bilan tanishtirib o'taman. Shuhrat Massa ham yaqin qarsalaringlar Shuhrat Massa u yoqdagilar ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Shuhrat Massa bu hozirgi kunda ijodkorlarimizdan rep yo'nalishida yangi ijodkorimiz va aynan bu insonni ham bizga juda ham katta hissalari tegdi. Menda bitta savol bor-da sizga. Ko'pchilikni ham qiziqtirsa kerak. Massa bu nima? Bu massani shug'ullanayotganda qo'lni shug'ullanib chiqaradigan narsa? Massa bu mehnat asosida sanoqsiz soqqani aylantirish. To'xtang. Mehnat asosida sanoqsiz soqqani aylantirish bu massa degani. Rahmat. Guldiroz qarsalaringlar mehnat asoschisi. Sarvar Sobirov shu klipimizni hamma ko'rdimi teaserni? Hamma ko'rdimi? Teaserni ko'rdinglar? Ko'rgan bo'lsangiz sizlarga bitta ma'lumot berib o'taman. Klip 4 kun ichida tasvirga olindi. Klipga tayyorgarlik jarayoni 10 kundan oshiq Istanbul shahrining o'zida bo'ldi. Undan oldin esa shu aynan Toshkentda turib, klipga 1,5 oy ichida mobaynida biz tayyorgarlik ko'rdik va aynan shu 4 kun ichida uxlamasdan, ko'pchilik bilsa kerak, kamera juda ham og'ir va u yoqda spes texnika olganimizda shu narsalarni ko'tarib hamma syomka shu ko'rgan kadrlaringlarni olgan inson va shu klipni shu post production hamma yaxshi biladi. Post production degan inson bu Sarvar Sobirov bo'ladi. Guldiroz qarsalaringlar juda ham katta mehnat qilgan. Endi bu yonimda turgan odam bo'lsa, menimcha bilmaydigan odam o'zi yo'q. Hammanglarni klipinglarni montaj qilgan odam. Bu Bahodir Qosimov. Agar klip o'zingizlarning klipingiz yoqqan bo'lsa, qarshi chalib qo'yasizlar. Endi biz o'zi shu jamoamiz bilan birga oldinlari ham klip olar edik, lekin shu ko'rsatuvlar, boshqa yo'nalishda ham reklama roliklar ham olardik, lekin aynan birinchi Muhammad Ali bilan shu qo'shiqni tinglab, shu qo'shiqni klip olishga shu birinchi sababchi bo'lgan insonlardan biri bu Najot aka bo'ladi. Menimcha Najot akaga ham bitta qarshi chalib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Keyin biz jamoamizning nomidan Muhammad Aliga rahmat deb qolmoqchi edik. Nimaga degan savol bor. Juda ko'p xonandalarimiz yoki bo'lmasa klip olayotganda rejissyorlarimiz ham biladi-da. O'zbek shou biznesida nimadir yangilik qilmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa nimadir olmoqchi bo'lsangiz har doim nima o'ylanadi? Rotatsiya masalasi. To'yga keyin chiqsam bo'larmikin degan savol. Keyin undan tashqari yana ketma-ket savollar bo'ladi. Va ko'pchilik yangilikka qo'l urishga qo'rqadi. Sizga rahmat deb qolmoqchi edim jamoa nomidan. Biz nima xohlasak, mana bu narsani olishimiz kerak yoki bu narsani olishimiz kerak desak, Dilmurod aka bilan birga qiyin bo'ldi-yu, lekin amalladik. Endi ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Menimcha klip premyerasidan oldin Zebo agar shu yerda bo'lsalar, shu o'g'ilni dunyoga keltirgan ona sifatida sizga so'z bersak-da. Avvalambor men farzandim Muhammad Aliga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shunchalik san'atni davom ettirib, bir chiroyli mahsulot yaratganliklari uchun va yana ham alohida komanda, jamoaga katta rahmat aytaman. Sizni boshchiligingizda hamma bolaga rahmat. Sarvar Бахошка, молодец, так держать, давайте продолжать. Hammaga omad, hamma san'atkorlarga hurmat qilib kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Shohruxxonga rahmat.
Hurmatli aziz do'stlar, aynan mana shu hollarda barcha-barchalarning e'tiboringlarni xo'p, hamma o'z o'rnini egallashini iltimos qilamiz. Hurmatli shu biznes ahli, hurmatli hamkasblar, qadrdonlar va albatta to'g'riligiga o'rnatilgan monitorga e'tiboringizni qaratamiz. Aynan mana shu onlarda Muhammad Ali tomonidan kuylangan va bu qo'shiqga olingan video klipi bevosita premyerasini guvoh bo'lamiz. Qarsagilar aziz do'stlar. И нервно сколько не прошло времени на все подходы, не облегчает заботы, если не вижу тебя на снова миллион на тебя. Ты моя вода, я стихи огня, все мои стихи для тебя. Не забуду, что It's just a business. Sorry, honey. What were you waiting for? Hammaga rahmat. Endi klip yo'qdi degan umidda baho berish sizlardan. Agar klip ko'rmoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa ertaga barcha YouTube tarmoqlarida, ya'ni Rizanovada klipni tomosha qilishinglar mumkin. Tashrifinglar uchun rahmat. Endi bemalol suhbatlashib o'tirsak ham bo'ladi. Rahmat. Yes.
Assalomu alaykum. Hammaga Showbiz saytiga, hammaga klip yoqdi menga. Kutgandagi klip chiqqan. Muhammad Aliga omad tilayman. Keyingi ijodlarida bundan ham zo'r yangiliklar qilishini tilab qolaman. Rahmat. I'm trying to